12 bab. Parvardigor İbrahimga mundaq dedi. Sen yurtingdan chiqib, otang va boshqa urug' jamiyatingdan ayrilib, men ko'rsatmoqchi bo'lgan yagi bog'in. Men sening urug' avlodingni ko'paytib, ularni bir cho'ng xalq qilaman. Men sana baxit ato qilib, nomingni ulug' qilaman. Shunda qilib, kishilar sen orqali baxit topidi. Sana baxit tilaganlarga baxit ato qilaman. Sana la'nat o'qiganlarga la'nat yog'diraman. Sen orqali hamma millatlarga baxit ato qilaman. İbrahim 75 yaşida Parvardigorning yo'l yo'rig'i bilan Haran shahridan ketdi. Lutmu uning bilan birga ketdi. İbrahim ayoli Saroh bilan jiyani Lutni va o'zining Haran shahrida topgan boyligi va qullarini elib, Qanon rayoniga qarab yo'l oldi. Ular Qanon tavasi kirgandan keyin safarini davomlashtirib, Shakem shahriga yaqin Morah degan joydagi cho'ng bir dub darig'ining yeniga keldi. U chaqda Qanonliklar shu zaminda yashayotdi. Parvardigor İbrahimga ko'rinib, uningga: "Mana bu zaminni sening avlodingga taqdim qilaman" dedi. Shunga İbrahim u yerda o'ziga ko'ringan Parvardigorga atab bir qurbonlik supisini yasab ibodat qildi. Keyin u janubga yo'tkilib, Baytal shahrining sharqidagi tog'liq rayonga bordi. G'arb tarafi Baytalga, sharq tarafi Oy degan joyga tutishgan bu joyga o'rinlashib, u yerdami bir qurbonlik supisini yasab, Parvardigorga ibodat qildi. Keyin u asta-asta Qanonning janubidagi Negib rayoniga yo'tkaldi. Qanonda ocharchilik yuz berib, ahvol intayin og'ir edi. Shuning bilan İbrahim Misrga berib, u yerda vaqtincha turmoqchi bo'ldi. Ular Misrga kirishga oz qolganda, İbrahim ayoli Sarohga: "Sen bir go'zal ayol. Misrliklar seni ko'rsa, jazman mening ayolim ekanligingni bilib, seni hayot qoldirib, meni o'ldirib yetidi. Sen ularga o'zingni mening singlim degin. Shundoq desang, ular seni deb mening jinimga zomin bo'lmay, menga yaxshi muomala qiladi" dedi. İbrahim Misr kirgan vaqtida Misrliklar darvaqa uning ayolining go'zalligini bayqidi. Ordadagi bir necha amaldor uni ko'rib, podsho oldida uning go'zalligini ta'riflagan edi. Shuning bilan Saroh ordiga elib kirildi. Podsho Sarohning sababidan İbrahimga yaxshi muomala qildi. Uningga nurg'un kala, qo'y, eshak, to'ga va ayol qullarni sovg'a qildi. Lekin podsho İbrahimning ayoli Sarohni ilib ketganligi uchun Parvardigor podshoga va uning ordisidagilarga ofat yog'dirdi. Ular qo'rqinchli kasalga giribdor bo'ldi. Buni sezgan podsho İbrahimni chaqirtib uningga: "Bu menga nima qilganing? Nemishqa Sarohning o'z ayoli ekanligini aytmading? Nemishqa uni singlim deding? Shundoq deganingni anglab, men uni oldim. Ayoling mana, uni elib ket" dedi. Buning bilan podsho o'z amaldorlariga İbrahimni chegirdan chiqarib etishga amr qildi. Ular uni, ayoli va uningga mansub bo'lgan hamma narsa bilan qo'shib yo'lga soldi.